Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bizga faqatgina Nexia legenda kelmaydi, balkim Gentra legendalar keladi. Ko'rib turibsizlar, ajoyib Gentra kelgan. Kelinglar, nебольшой obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek faralar bu особенный вид far, handmade, ruchnoy. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 2 haftaning ichida tayyor qilib beramiz. Optra Faris mana rejimlarini ko'ring. Bunaqa rejim yo'q O'zbekistonda. Biz yagona narsalar istaymiz. Endilikda Gentraga keladigan bo'lsak, qaranglar. Kelinglar, nima bor? Birinchi ko'radigan bo'lsa, bu Joker. Joker ham особенный. Скучно bo'lmaydi, nima desa, JDM avtomobil. Yuringlar oldiga. Oldiga keladigan bo'lsa, to'xtanglar. Samolyot. Gentra endilikda obzor qilib beramiz avtomobilimizni. Birinchi boshlaydigan narsamiz bu kapot. Kapotimiz karbon emas, bu broneplyonka. Shunaqa karbonga sida qilgan. E'tibor beringlar faraga. Tayyormisizlar? Bu ham customni ruchnoy handmade. Buni ham kerak bo'lsa, uzog'i bilan 2 hafta yoki 3 haftada qilib beramiz. Uning uchun sizdan fara kerak bo'ladi, bizdan xizmat. LED optika qo'yilgan. Undan tashqari protsentmanli faralar, LED optika turibdi. Va asosiysiga keladigan bo'lsak, bu oldi полностью yubka bamperi, bu ruchnoy qilingan, handmade hamma yo'q. Полностью avtomobil handmade. Bunaqasi yagona O'zbekistonda. Salon ichini obzor qilib ber desanglar, qilib beraman. Motor ko'rsatib bersanglar, qilib beraman. Faqatgina yagona iltimosim bor. Подписаться qilinglar va kommentariy yozinglar. Полностью avtomobilni obzor qilib beramiz. Sizda shunaqa avtomobil bor bo'lsa, kelinglar, obzor qilib beramiz. Salomat bo'linglar.